Shogird arqan yopaveraymi? Hamma yo'qni olding, ha? Oldik. Qalmani olding, chilonlar olding, oziq-ovqatlar olding. Qurutgacha oldim. O'zingdagi emasmi? Yo'q. Bir mazasi kelamiz, ketdik davaychi. Ustoz, bitta iltimos bor. Nima iltimos? Mashinasi kompyuter bosyapti ekan-da. Menga siyib qoldi. Mazaqiga siyib qoldim. Hali minmasdan oldin shu kattani yesam, minsam nima bo'lar ekan-a? Eshak emas bu, eshak emas. Mana uni bunday qilib men qiyib solasan. Bu bunday qilib bu jugan emas, jugan. Davay boshla. Davay. Oxiriga dur bor. Ketdik. Yomon emas. Yana bitta. Boshqatdan-a? O'zim sabr tilayman. Hayda. Küçük bilan o'tishga qancha qilma tarbiya. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Nimaga oladiyapsiz, ustoz? Dadam bu udari. Bola! O'tni yaradi! Daylab bora o'qitaman o'zim. Davay tush. Ket. Seni men o'zim odam qilmasammi? Ket. Kel oyoqlaring olib chiqmasin. Nima? Men seni o'zim jigga boraman hozir. Tush, men seni o'zim odam qilaman. Sen bo'lmasa, dalalarda bo'lmay qolsan. Yur. Avtomaktabda eng chempioni bo'lib kelganman. Sheyda pravo olib, mashina minishda urganib professional bo'lasan. Ustoz, mabodo yiqilib qolsamchi? Mabodo yiqilib qolsam, bizda qayta tayyorlov kurslari bor. Bir marta to'lov qilasan va farqi yo'q. Imtihonni o'tguninggadir seni qayta tayyorlov kursimizda tayyorlaymiz. Ana o'tib ketaman ekan mo'ljalda. Eng asosiy joyi imtihon topshirishdan oldin ve imtihon oluvchilar 5 kun seni mashina minishga o'rgatib, keyin imtihon oladi. Sen обязательно pravo olasan. Biz yaqlaman ekanda. Sizlarga ham shunaqa oson pravo olishni yo'li kerak bo'lsa, manzillarimizni aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod sentrida tushunmaganlarga pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizda gap deb Joninglar sog' bo'lsin.